Kim meni klanimga kirmoqchi bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishi shart. Xullas, o'tgan videoda kim meni klanimga kirmoqchi bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldirsin deb aytib o'tgandim. Juda ham ko'p kishi, ya'ni 15 mingdan ko'proq odam kommentariyaga plus belgisini qoldiribdi. Men deyarli ulgurmadim hammaga javob berishga. O'shaning uchun qaranglar, boshqacharoq qilamiz. Ya'ni birinchi o'rinda menga obunani bosasiz, mana shu video ko'proq odam ko'rishi uchun like bosasiz va kommentariyaga o'zingiz haqingizda ma'lumot berib o'tasiz. Misol uchun, telefoningiz nomi nima? Necha yildan beri PUBG o'ynaysiz? Yo'nalishingiz nima? Klanga kirgandan keyin nima qilmoqchisiz? Mana shu 4 ta 5 ta narsani aytib o'tsangiz, menga juda ham osonroq bo'lardi va sizni klanga kirish ehtimolingiz keskin darajada oshgan bo'lardi. O'shaning uchun hoziroq mana shu videoga like bosing, kommentariyaga o'zingiz haqingizda yozishni boshlang. Xullas, mana sizlarga yana bitta shans, ya'ni klanga nabor hali beri yopilmaydi. Bu degani taxminan 15-20 kun davom etadi degani. O'shaning uchun tushkunlikka tushmasdan hamma shartlarni bajargan holda kommentariyaga o'zingiz haqingizda to'liq ma'lumot berib o'tsangiz, klanga kirish ehtimolingiz keskin darajada oshadi. Agar kimga yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'lar ekan bo'lsa, shunday profilimga o'targan bo'lsangiz, bio orqali Telegram kanalimga o'tib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Videoni shulargacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.